2026-yil 1-avgust holatiga ko'ra Samarqand viloyatida 9050 ta loyiha tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati tomonidan moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlandi. Ulardan 1687 tasi tadbirkor ayollarga tegishli. Mazkur loyihalarni hayotga tatbiq etish uchun kompaniya tomonidan jami 1 trillion 604 milliard so'mlik moliyaviy xizmat ko'rsatildi. Tadbirkorlarga taqdim etilgan moliyaviy ko'makning 615 milliard so'mi kafillik, 530 milliard so'mi kompensatsiya, 351 milliard so'mi mikrokreditlarni qayta moliyalashtirish, 31 milliard so'mi xizmatlar ipotekasi va 74 milliard so'mi resurs ajratish xizmatlariga to'g'ri keladi. Shuningdek, kapitalga ulush kiritish xizmati orqali 2 milliard so'mlik moliyaviy yordam ko'rsatildi. Viloyatda eng katta hajmdagi moliyaviy yordam Samarqand shahri tadbirkorlariga taqdim etildi. 344 milliard so'm. Keyingi o'rinlarni Kattaqo'rg'on tumani 159 milliard so'm, Urgut tumani 143 milliard so'm va Pastdarg'om tumani 131 milliard so'm bilan egalladi. Bu mablag'lar nafaqat markaziy shahar va tumanlardagi, balki chekka hududlardagi loyihalarga ham yetkazildi. Jumladan, olis hududlarda amalga oshirilgan 1739 ta loyiha kompaniya tomonidan moliyaviy qo'llab-quvvatlanib, ularga jami 377 milliard so'm mablag' yo'naltirildi. Sohalar kesimida tahlil qilsak, Samarqandda eng ko'p yordam ko'rsatilgan loyihalar qishloq xo'jaligi hissasiga to'g'ri keladi. Undan keyingi o'rinlarni xizmat ko'rsatish va sanoat sohalari egallab turibdi. E'tiborga molik jihatlardan yana biri, viloyatda 518 ta yashil iqtisodiyot loyihasi uchun 178 milliard so'm mablag' ajratilganidir. Bu yashil iqtisodiyot tamoyillariga asoslangan barqaror loyihalarni rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Kompaniya ko'magida kompensatsiya xizmati orqali tadbirkorlarning ixtiyorida aylanma mablag'larni shakllantirish va faoliyatni kengaytirish uchun 530 milliard so'm qoldirilib, ularning barqaror rivojlanishiga zamin yaratilmoqda.